Ağız çıktı o değil mi? Hizmet etkisi kaptı. Assalamu alaikum. Hürmetlik aziz qeyrindoshlar. Hammalarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid. Shvetsiyaniki poytaxti Stockholm shahrida yashayman. Mujoratga hamma qeyrindoshlar taniydi deb o'ylayman. Hammadan hech qanday boshqa emas. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan azroq bir tema bor. Bu temalar birinchisi ruh bilan bosh, ya'ni ruh qanday qiladi, bosh qanday qiladi mush masala to'g'risida. Ondan keyin ikkinchisi Amerikaning maqsadi nima, Rossiyaning maqsadi nima, Yevropaning maqsadi nima, turk davlatlarning maqsadi nima. Ondan keyin Yaponiya bilan Hindiston bizni nimalar kutyapti degandekda. Shu birinchi temaga kelaylik qarindoshlar. Ovoz yaxshi anglayotganda, ovoz yaxshi anglayotgan bo'lsa, yaxshilab yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bir degan siferni aytib qo'ysanglar bo'ldi. Bu qarindoshlar, bu ruh degan qanday narsa, bu ruh, bu bosh degan qanday narsa degan chog'da bunday o'ylaydigan bo'lsak, hozirgi jamiyatimizda baylarniki, masalan, bayligi nima desak, ko'pincha odamlar deydi, salomatligi, bola chaqasining bo'lishi, undan keyin tish omonligi, mal dunyosining ko'proq bo'lishi deb mundaq javoblarni beradi. Meningcha baylarniki eng cho'ng boylik bo'lsa, ahmoq odamlar. Dut odamlar, ro'yi chirg'an, andan keyin qul odamlar. Mana baylarniki eng cho'ng boyligi dal mushu tipik odamlar. Shuning uchun dunyodagi 90%ni insonlarni 10% boylar kontrol qilib, o'zlarining iqtisodlarini yurgizdi. Bu tema endi sal keng doirada so'zlanmaydi. Demakchi bo'lgan maqsadim bizningki beshimizga chiqib olgan tashkilot deymiz, hukumat deymiz, dernek deymiz, hammasininki boyligi, ya'ni bizga o'xshash bir uyg'onmagan dot gapning satini qanchada ko'zimizni ko'k bayroq bilan bog'lab qo'yib turib, bizni dafsanda qilgan tashkilotlar va derneklar bo'ladi. Endi men oldin qaytdim shu Yaponiyaga borgan vaqtimda shu Mahmud Muhidi degan akukalarniki, qarindoshlarniki nimasiga bordimda, qavrisiga bordim. Men ashadiki bir Yaponiyadagi bir qarindoshimizni so'radim, "Beshagi qanchalik Uyg'urlar keladi?" deb, uniki ba'zi bir Uyg'urlar bilan suhbatlashish jarayonida keladi-ki, ma'lumki yit namozlarda bir asashlar bo'lib qolsam, shu Turmamat Hashim deymiz, undan keyin bir necha odamlar kelgan emas. Lekin uni Facebookga paylaşib chiqarmaydi. Nimishga? Uni nimishga chiqarmaydi qarindoshlar? Ya bo'lmasa Xitoydan qo'rqidi, ya bo'lmasa uni paylaşishni xohlamaydi. Chunki bizningki birinchi qatimliq jumhuriyatimizdan keyinki shu mujohidlarimizningki ro'yininki bizga kelishiga, bizning ko'zimizning ichilishini, bizningki ro'yimizningki jonliq bo'lib, Sharq Turkistonninki mustaqillik davosida ching turishimizdan Xitoy ansiraydi. Shuningga yillardan beri borgan Rabiya Qadir olamdi, Dolqin Isa olamdi, Dilshod Rashid olamdi, Ahmadjon Osmon bo'lamdi, G'ulom Osmon bo'lamdi. Shu Salih Xudoyor olamdi, shular surgun hikmatlarni bordimi, Salih Xudoyorning borgan demayman. Bular amaliy ish qildik. Sen nima ish qilyapsa, qirg'ayishini chiqarmamsa deb shundoq deydi, lekin andaq ulug'larimizningki, padavarlarimizningki qabr beshini yo'qlaydigan, undan keyin Yaponiyadagi Ikkinchi dunyo urushidagi Yaponninki mujohidlarninki, ya'ni Yapon askarlarninki Xitoy fashistlarga qilgan anda Yasinko degandek berib, Xitoyning nerosidagi g'oyalarda ish qilmaydi. Ekran ichib olib, odamlarning oldiga chiqib, "Sen nima amaliy ish qilding?" deb insonlarni shu insonlarningki ro'yini izishga tirishdi. Men qilyapman,
men bunday qilyapman, anday qilyapman deb. Amaliyotda shu yerlarga borsak, u insonlarningki qanchalik o'zlariningki maynatchiligi, hatto bir Yaponga kelish bileti uchun shu Yaponiyadagi shu parlamentniki, Yaponiya hukumat xodimlari bilan qanchalik satkaplar bilan urushganligi, uningdan elaqa bizga boshma hukumat deb turib olganlarningki Yaponiyalardan tilamchilik qilishi bizlarga qanday usul yordam bersin desak, birinchi o'zining iqtisodiy manbaini, ya'ni o'ziningki iqtisodni qo'yib olib, bizni qanday aldab kelganligi mushuningga o'xshash bunday narsalar bekchiq. Aningdan shu nimalarniki ma ismning borda Rabiya Qodir bir qaytim bordi deyman. Yasinko degan yerga Rabiya Qodirning borganini bilmayman, biroq 2012dimi yoki 2015nikida borgan chog'da Rabiya Qodir hamda Yaponniki bordi. Lekin bunday mujohidlarimizningki qabrlarga berib, ashlarning ro'yini bizga yetkazadigan ishlar yo'q. Bu yerda Uyg'urlarningki yillardan beri masalan dangliqroqini aytsak, Ro'sha Abbosningki bir mazlum ayolningki oilasiga qo'l selishi, uni bolalarini yetim qilishi, o'ziningki shu qip-yalang'och holatda Oblikim Idrisga shahvoniy filmlarini yo'llashi, haqning oilasini buzishi, uningdan valaykum assalom akam. Uningdan boshqa mamlakatlardami eri kelishdan burun ayolsiga zaharxandlik qilish, ayoli kelishdan burun eri bilan yetib qo'pish, uningdan nurg'unlagan yetim qoldirish, mushundaq rost so'zlaganlarni chetga qiqish, o'choqlarda bundaq naq maydon qilgan programmalar Facebookning alayda xususiy texnikalari yo'q. Mushundaq bo'lganlik uchun YouTube'lar qo'ysin, o'chirib yetadi arz qilib, nurg'un Uyg'urlarningki nurg'un Uyg'ur yuragida Sharq Turkiston deganlarningki ruhini sundirib keldi. Bu ruh degan narsa qarindoshlar bek muhim narsa. Mana hozir yaqinda Xitoyningki Sharq Turkistonninki ishini ichib o'tishi, kuyuqsiz insonlarning gurildab kirib chiqib qo'g'liqning yo'li qilinishi, bumi shu da'vo sipini menayotgan, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqillik yo'li menayotganlarniki ro'yini sundirish. Ashlarninki vijdonini sinaydigan bir tarozi qilib olish. To'xtab turamiz, shundan bir chekinsam yoki Xitoyga bayat qilsam yoki menga bir yo'l ochilib qolarmi, yoki mening ota-onam bir turmadan chiqib qolarmi, vaziyat yaxshi bo'lib qolgandek deganda qilib Xitoylarninki shu uzundan beri bizningki shu ruhni qul qilish, bizningki ro'yimizni sundirish, nurg'un ashundaq yaxshi vatanparvar odamlarni chetga qilish, anandan uylarga qo'l silib ularni erlarini ajratish, uylarini buzish, rasvolik qilish, nazir to'y to'killarda vatan to'g'risi temasida azroq so'zlash, shapirlatib, cho'shqa xotini o'sha eg'ilab yeyish, ichish, mushundaq to'la anandan Cumhuriyet kunlarini to'la tabriklamaslik, tabriklansimi, uningda mundaqlam ko'zimizni bo'yab o'tib ketib, munda bayroqni qitlam, mundaqlam shaklni qilib, uning oxirsini aroq sharob, anandan mushundaq tangsa, usul, mushundaq narsalarga o'zgartib ketish, bu bizningki yaqindan beri chatalga chiqarilgan Xitoy munofiqlarningki, ya'ni Xitoy har qaysi banscho'larningki bizga qilib kelgan bu ruh sundirish anandan narsa. Anandan bosh temasiga kelsak, bizda bizni boshlaydigan bosh yo'q. Amaliyotda Ro'shan Abbos oilasininki beshining bir tarafi Xitoy bo'lsa, bir tarafi demokratlar, Nuriy Tulkining shu, To'lqin Aysoning shu, Dilshod Rashidning shu, G'olamning shu, Sayfullohning shu, bularningki har yerda g'o'ji so'qashqa bir bosh, haqiqiy bir sap bo'lgan millatni to'g'ri yo'lga boshlaydigan bosh bo'lmaganlik tufaylidan bu ruhmu sunildi Uyg'urlarningki. Uningdan keyin chechlang'u holat bo'lgandan keyin uningdan keyin ma'vo zaiflashgan zaypani tashkilot tavagan, hukumat tavaganlar o'zininki g'o'jilariga sodiqlik bilan Sharq Turkistonninki milliy manfaatni qat'iy birinchi o'rin qo'ymaganligi ustun Xitoy uningdan keyin bizga qo'rqmay bu erkak qirg'inchilikni qiloldi. Shuningga qarindoshlar deydiganim meniki bu ruh degan narsa bu nerdan keladi desa, bu ajdodlardan keladi, padarvallarimizdan keladi, bu bizningki mujohid qarindoshlarimizdan keladi. Shu Yaqub Bey zamonidan tortib hozirgacha qurilgan birinchi Cumhuriyet, ikkinchi Cumhuriyet, shu Barin inqilobi deymiz, ilk qirg'inchiligi deymiz, Urumchi qirg'inchiligi deymiz, erkak qirg'inchilik uchirgan qarindoshlarninkidan bu ruh bizga kelish kerak. Bizniki bu ro'yimiz sunib qolmasligi kerak.
Bunun uchun bir Xitoyga qarshi bir isyon nazmasi yozilish kerak diye asli. Mentimin Tevfikning efendimniki o'xshash hozirgi zamonda Mentimin Tevfik efendimga o'xshash bir ikkinchi qatimliq isyon nazmasi yozilish kerak diye. Uyg'urlar kuchayish kerak. Lekin buni beshidagi asosliqi shu tashkilot olib beryapmiz, hukumat olib beryapmiz deganlarning bir uchi Enediga, bir uchi Yahudiga, bir uchi Tayvan Gomindangchiga shunday bog'langanligi uchun bu ishimiz ilgari bosmaydi, ham biznikini bosqizmaydi. Endi Xitoylarningki davlat otisi Sun Jongsanninki bunday deydigan gapi bor. Mao Zedong cho'ng o'g'lim, Chiang Kai-shek kichik o'g'lim deydigan bir gapi bor-ku. Ya'ni biz Muşuz Manjurlarning qo'lidan qutulsak, Jahongirning qo'lidan qutulsak, mayli Mao Zedong davlat quramdi yoki Chiang Kai-shek kichik o'g'lim, cho'ng o'g'limniki qaysi kurs bo'ldi deb Xitoy davlatchilik mundaq Xitoylarning davlat otisi deydi. Uni bilmaydi emas, bu shu Tayvanga qatarayotganlar, Tayvanchilarni intirib, voy demokratiya ishini qilyapmiz, Tayvan bizning davarimiz bor deyotganlarmi? Shu Royninki shu Xitoyga mujassamlanganligi. Shu Royninki shu Xitoyga setilganlik tufaylidan bugungi mushu oqibatlari kelib chiqyapti. Birisining ro'yi Amerikaga bog'langanligi uchun, birisining ro'yi Enediga bog'langanligi uchun, birisining ro'yi Yahudiga bog'langanligi uchun, yana birisining ro'yi Tayvanchiga bog'langanligi uchun bosh yo'q. U bosh bo'lsa hisob emas. Mana ikkil mo'rning ustidagi bosh o'zingizning bo'lishi kerak. O'zingiz kontrol qilishingiz kerak. O'zingiz hukm chiqarishingiz kerak. Bir masalaga uning og'ziga, buning og'ziga qaramaslik kerak. Buni meningda mashta shakil aslında ahvollar bo'lgan. Keyin bu to'xtatdi, bu nima ish bunday bo'ldi? Bu qarab turib bu surgun hukumat bu buzivatdi, bularni bu ishlarni deb o'zimiz qo'llagan insonlarningki qarisiga chiqib o'zimiz savol qo'yadigan, o'zimiz bosh bo'lib, o'zimizga ega bo'lgan bo'ldik. Uningdan keyin chiqib qara kun bilan o meynatgatlarni yezib qilayotganlarga deydiganimiz shu, sen bizningki Xitoy hukumati seningki shu balang bilan, qizing bilan, o'g'ling bilan, singlingning bolasi bilan, achangning, akangning bolasi bilan seni yo'lga sap qo'ygan shu Xitoy akangninki Xitoy akang bizning ota-onamizni 15 yil so'lab bizning ro'yimizni sundiramaganki, o seninki o bital qara kontonlikka o sening o aroq ichidi, yani bir nima qiladi, apang jalab, adang jalab, bu narsa bizning ro'yimizni sundiramaydi. U faqat o'zingning cho'kishini, surgun hukumatning cho'kishini ilgari surtgan, meningki hech qanday inovatimga ta'sir qilib bo'lmaydi. Men o'zimning inovatining qayerga men oldin qitim Gollandiyaga borgan chaqda, qitim Norvegiyaga borgan chaqda o'zim ko'rdim. U boshqalar nima deb qolar deb yashashning o'zi bu bir nervi ojizlikning ifodasi. Meni haq nima deb qolar, mamada tilabdi, meni haq nima deb qolar. Shuningga u seni bir yil haqni tomarisini tildisangmi, dilyarni chiqsangmi, sana chiqarib o'sirib qo'ymaydigan yeri shu. Biz endi sana chiqib qo'ydik. Buningdan keyin undaq sana javob dedik-ku, saqchang bilan yoki meyariga kel yoki mundaq desak qilamiz. Biz boramiz, bo'lmasa bormaymiz. Shuning uchun bu ruh bu narsa degan bu bek muhim narsa. U Xitoy bizning ro'yimizni o'sindiramaganki, ota-onamizni lager turmalarga tiqib 18 yil kechib, adimizni akirib, hech nima qilolmay, eng oxirida chiqadigini chiqib, ishlar echilib, hamma narsa asliga kelib, ishlar asta-asta yaxshi bo'lishga boshlayotdi. Xitoyga birdan-bir qarshi turishning usuli talbilik, sarangliq, qopshuraklik. Buningdan boshqa narsaga Xitoy mumkin emas, senga yo'l kelmaydi. Sen üzerine güçlendirmişsen, sen üzen güçlük olmasan Xitay'ınki kapkanlığı çıkıp gitse çıkıysa. O Xitay ya atananını bir 10 yıl sonra bakıdı, 5 yıl sonra bakıdı, ya 6 yıl sonra bakıdı, ya o nesan kıldı, ya seni vatan kirgizemez kılamadı. O neslige sen royunu çişkirleştirirsen, aşınınki sızığının çemberkinin içine kirip gelsen, o demek sen şu royu taraftan Xitay'a bağlandın diyen gibi. Mesela bizninkini ro'y tarafdan Xitoy bog'layapmidi? So'lab vaqti o'n necha yil kesimiz deb kesdik. Yotqizib vaqti, adimizga kirib vaqti u chiqdi. Asta-asta o'zi nim qildi. Xitoylarning azaldan bir qo'qqanni toza izidigan, qo'rqmaganning oldiga tampan deb kelgan Xitoylarningki kelishim deb keladigan bir alayli xususiyat bor. Cho'qim dushmanga qarshi turish uchun shu dushmanni yengish kerak.
Yanmasımı şunun psixikini acizliklerini biliş gerek. Google yandan deydiğin gibi var. Sen bu uğraşını başlaş için maqsadın nima? Nima maqsadga yetmoqchi? Ba'zilar var chiqib urush bilan talash turib ketib, var qirib, uni oxirisini chiqarolmay, yo'qolib ketadi. Bir narsani chiqqan ekanmiz, xalqqa tushuntirib ekanmiz, deydi ekanmiz, bu urushni boshlagan ekanmiz, bundan nima natija chiqishi kerak. Yillar bo'yi to'xtamay gap ketding, ichib ketding deb jidalni boshlab qo'yib, o'zi qilolmay, keyindan shundaq lavuzlashib jimmi yo'qolib ketadi. Shuning uchun bir narsaga chiqqankan inson ben bu jidalni qilyapman. Nima uchun bu jidalni qilishim kerak? Bu jidal bu bizning Sharq Turkiston davosi foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Masalan, indigenous masalasida ta'zir jidal qildim, og'zimni shu dahshat buzdim, qo'yib yetib turib buzdim. Lekin natijasi chiqdi, o'nming inson bilan arildi, millat o'zining qanday bo'lib qolganini bildi. Dünya Uyg'ur qurultayini ochib, jasus va işte oldi, unda qildim, o bu dedim. Kirish, tirmish, cho'qinmish bo'ladi dedik. Dilshod Rais tutildi, endi uning soti bo'ladi yaqinda. Yepiq shakl olamdi yoki ochiq shakl olamdi. Uningga boramiz. Anaqa bo'ldi. Anondan keyin surgun hukumat pul yo'qotdi, u bu bizni aldayotdi, mashta qilyapti, amaliyot bo'lani maqsad unda emas desak, g'ulam chiqib, sening bu achangning bir yerga kelgan kirmadimmi, u bu deganda isbotni tashlab qo'ydik. To'shikka kirdi. O'zining u yahudlarniki iyotamdi, natni ilyotdi. Yaponiyaga borgancha nima po'xlarni terdi. Tashkilotdagilar shu hukumatdagilar parlament a'zolarininki po'xlari qanchalik o'zi bildi. Meningcha oldimizdagi 5-oylarga qolmay Yaponiyada yaxshi bir xabarlar bo'lib qoladi deb o'ylayman. Chunki Yaponiya hukumati shunchaki tirishqayishni u Nurbiya degan ko'pchilik odamlar uni Xitoyning jasus deydi, chunki men u Yaponiyadagi u ayolning o ishini bilmayman. Agar shunday bo'lsa, Yaponiyaning o'ylamoqchi bo'lgan ko'zlarini buzib o'tgan bo'lsa, menimcha 100% masala chiqadi. Qani yo'lda ketib oldimizga aylanib ko'ramiz. Ammo men u ayolningki jasus Xitoy odami undaq deganlarga kirmayman. Ammo eri chiqadigan chog'da shu eri bilan ajrashib, Abi Shinzo afandim shu pasportlarni shaxtsiz berib, ishlasin yoki ishlamasin qanday qilib shunda o'rlashib odamni akilamiz degan chog'da undaq rasvo ishlarni qilib, shu erini chiqib 2 oyning ichida Beijingda uyning ichida alamni tugab ketdi. Undan keyin bu yoqqa Abdurahmon Hasan bilan qanchalik dedi. Bu temalarda jiq so'zlamayman. Aldan qaytim so'zlab bo'ldim. Menimki demoqchi bo'lgan shu temamninki asosli maqsadi ruh. Shuningga qarindoshlar ruhimizni yaxshi ko'taranga tutishimiz kerak. Qanday bichimiz kelgan balay ofatlarniki o'tib ketadi. Onunda bizga mana yo'l ochilib ketdi. Endi Sharq Turkistonniki bu qanday bo'ldi ekan, bu da'vo qanday bo'ldi ekan, voy bu Dilyar Musaboy yo'qolib ketdi, voy palonchi yo'qolib ketdi. Yo'q. Bu Dilyar Musaboy yo'qolib ketsa, da'vo yo'qolib ketmaydi. Ma'nosini bilib olishimiz kerak. U Tug'luq Hamid yo'qolib ketsa, da'vo yo'qolib ketmaydi. Ikroich yo'qolib bu jamiyatda bir normal bo'lgan jamiyatda o'zining funksiyasini ishlayotgan jamiyatda bu cho'qim bu narsa bo'ladi. Boshqa odamlarmi shundoq Dilyar Musaboydek yoki xalqaro munosabatlarda oldiga chiqish kerak, tarbiyalanish kerak. Bo'pti, bugun bo'pti, shu baka o'qib qopdiki, xeyli birnim biladiga oldin ko'raka so'zlaylik. Agar Dilyar Musaboyni Xitoy qaslivasichu, Xitoy o'ltiribasa, ashning o'rniga kelgan yana birisi bormi? Yana birisi undaq o'qigan bilan, undaq so'zlaydigan bo'lgan bilan, ashning o'xshash chiqib, xalqqa yetkazib bera oladigan, millatni ip mang'alaydigan, satmaydigan odam bo'lish kerak. Amaliyotda ularning tashkilotiga bir yerlardan pul beramiz, biz bilan hamkorlash, biz bilan ishlar deb yozayotganlar yo'qmi? Masalan, Yaponiyaning o'zining ichida, Yaponiyaning o'zi Turkiyaning o'zida palonchilik pul beramiz. Hammasini rad qilib, bizga mushundaq satmaydigan, urug' avlodi boy, o'tgan, ko'zi ko'z to'q, o'qigan, bilimli, mana ishtondan, o'rmondan ishib ketmagan, mushunda bizga sap bosh kerak. Bu bosh azaldan bizda bo'lib boqmagan. Hozirmi texi yo'q. Bu bosh chiqish kerak. Bu bosh chiqqan chog'da anondan keyin bizning davarimiz rasmiy bizniki sistemaga tushib, to'g'ri yo'lga mangadi. Bizning hozir hech qanday biz chechilan holatda bizning hech kim bir ishni bir ish qilib o'tgan yo'q. Ya munofiqlar qurultiyi qilib o'tmadi, ya bo'lmasa mavi nima qilib o'tmadi, ya otishpanchi qilib o'tmadi, ya Hidayatulloh qilib o'tgan yeri yo'q. Ashunda ular necha vaqtdan beri xalqni ezib, uni desam Xitoyning odami, buni desa Xitoyning odami, munofiqlar qurultiyining qilgan sharmanda rasvochiliklarni bilasizlar. Ularning boshqa
Hidayatullah o'zining aşı navrisingni sizlarni ashundachilik qilib, bu yerdagi xalqni Turkiyadagi bichara xalqlarni izib, bularniki qilmagan eskiliklar qilmadi. Demak, uzundan beri Xitoy endi mushunchilik orqali o'zlariniki teshili tarbiyalagan odamlar orqali mushundaq ishlarni o'zimizning xalqiga qilib keldi. Buni yoki bir Gumantingning odamlari kelib soqchi formasida kelib majbur qilmadi. Musholar soqchi amaliyotda Xitoy ishlab chiqarilgan Xitoyninki kommunist zavodidan ishlab chiqarilgan Xitoyninki to'van rahbarlik qatlamidagi qo'lchimoqchi zaypani jasus munofiqlari yillardan beri qildi. Dava nima uchun taraqqiy qilmaydi qarindoshlar? Bu dava nima uchun biz yozmadikmi parlamentlar? Bular qilmadimi? Yazdı. Mesela Şivsiyelerde, Nurgun onun aldıda, Küreş Güsen Efendi'nin aldıda, bu yakta, bu vaktıda yazılganlar boldu. Bular qanday qildi desanglar, parlamentlarga xat yozilgan bo'lsa, parlamentning a'zolari javob bersa, u xatni yillardan beri shu tashkilotning boshliqlarining xotinlari olib berib, unidagi Xitoy uni Beijingga avatib, Beijingdagilar amondikan shu dashilar, mishadagi konsullarning odamlariga avatib, ko'rdingmi mana sen maçlarını müşterek support kılırsan, müşterek kollaysan, lekin mana bu bizning odamlarimiz, bular mustaqillikni xohlamaydi, bular bir ishni xohlamaydi deb, bizningki chet elning nimasidan bizningki nimamizni yerga urib keldi. Bizningki shu milliy davodagi ro'yimizni yerga urib keldi. Mushu munofiqlar shunday ishlar qilib keldi. Undan keyin nurg'un baylar vatanni tutib ketdi. Ashlarmi qaz va alaykum assalom. Ashlarmi Turkiyalarda, Qozog'istonlarda nurg'un da'vochilarga tashkilotlarga tijoratla yordam bergan. Ammo tijoratdan berganlarni teshig'i chiqqan yolg'on vatanparvarlar Xitoyga Armaniston tizimligini berdi. Shularniki hammasi tutilib, vatanda g'uljida o'landi, otishda o'landi, xotanda o'landi, hammasi muddatsiz kesilib ketdi. Shu baylarning hammasi. Demak, bu teshig'i chiqqanlarning ichida bizga texi rasmiy bir bosh bo'lib, to'g'ri usulni qilayotgan Mayli Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bo'lamdi, mayli Shvetsiya Uyg'ur komitetininki oldingi rahbarlik qatlamidagilar bo'lamdi va yoki munofiqlar qurultaydiganlar yoki otish pensioni uni oldida ishlagan Ahmad Javusman bo'lamdi, Egambardi bo'lamdi, G'ulam bo'lamdi, Sayfulamdi, hech qaysi bir millatninki bir millatninki bir ahvolni, bir xalqninkini bir xalqaro dunyoga bir sistemaga akilay demadi. Maqsad nima qilish? Bizni ruhsiz qo'yish, bossiz qo'yish, tayyorliqsiz holatda xalqaroda tashlab qo'yish. Tibetlarninki hozir o'qiyotgan yoshlarninkini yig'ishtirib kelsak, agar Tibet mustaqil bo'lsa, dunyoda bevosita birinchi kundan boshlab 39 davlatning ichida konsul qura oladi. 39 davlatning ichida konsul qura oladi. Biznikida yo 3 davlat qura oladigan odamlarimiz bor, yo bo'lmasa ish kelsa 10 olmaydi. Yoshlarni tarbiyalanadigan pullarga so'rovlarni qilib, uni qilib, buni qilib, ishchimlik qilib, tong so'yishtirib, usul o'yishtirib, u pullarni yo'q qilyapti. O'zinglar bilasiz, qarindoshlar, bu temalarda va alaykum assalom, yaxshi. Bu temalarda bakmo jiq so'zlab ketdik. Bumi shu ruhga bog'langan, boshqa bog'langan shu Xitoyniki bizni qanday o'ynab ketgan, qanday shu davorimizni cho'kirib ketgan masalalarning birisi. Endi hozir Xitoy bilan Amerika, G'arb ellari tutishyotdi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Mashta vaqtda biz nima qilishimiz kerak qarindoshlar? Mashta vaqtda biz qanday usulda chiqishimiz kerak? Asli biz chiqmoqchidik. Aslida shu Amerikaning mustaqillik bo'lishinglarning etkilanglarni degan chog'da imzolarni atgan tashkilotlarning ichida birga mangmaydiganlar bo'lgan 27 dak tashkilotniki birlik kelgan. Endi uning buzib etilganini bakmi jiqtab ketdim. Bu temada yana so'zlab pek o'tkim yo'q. Mesela Amerika nimani xohlaydi? Biz Amerikaning maqsadini bilishimiz kerak. Yevropa nimani xohlaydi? Yevropaning maqsadini bilishimiz kerak. Mesela Turk davlatlari nimani xohlaydi? Hindiston nimani xohlaydi? Yaponiya qaysini xohlaydi? Biz mushundan qarta o'zimizga bir savollarni qo'yib chiqishimiz kerak. Amerika ayni vaqtida bizni endi o'g'ri setayotgan deymiz, to'g'ri bizning o'g'ri setayotgan bo'lsa, Amerikaning o'yiniga berishimiz kerak yoki Inglizlarning o'yiniga berib yordam so'rashimiz kerak. Lekin shu Xitoyga bog'langan, birisi Xitoyga bog'langan, yana birisi Rus kommunistlariga bog'langan boshqa ustimizdagi rahbarlik qatlamishda qo'yishda
bizniki Uyg'urlar Xitoylarga bir pay o'q atmay naqsullan kutib olgan xalq biz. Shuningga Alloh bizga baloyimizni berib, irqiy qirg'inchilik bilan mana hozir millat sifatida biz qirilyapmiz. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, Putin efendim bilan Trump'ninki, Amerika'ninki şu Ukraynada bir o'ynagan bir o'ynayapti. Ama bu o'yin hozir bir yerga kelib buzilish bosqichiga kelib, hozir bularninki o'ttirlig'ida bir narsa kelishim bo'lmaydi. Ama o kelishimni Qrimni berib o'tadigan yoki 4 oblast deb qaramayman, bu yer bu o'yin cho'ng'irib ketdi. Buning ichida ma'lum bir masala bor. Meningcha bu Putin efendimning hayotining oxirida balkim bir yaxshi bir ishlar bizga bo'lib qilishi mumkin, lekin Amerika uni xohlamayotgan bo'lishi mumkin. Agar Amerika bizning mustaqilligimizni xohlagan bo'lsa, bizning askarlarimizdan bir 200 ni apirib bir millat chiqib tarbiyalab, Yaponiyaga manchisini bo'lib berib, Hindistonga manchisini bo'lib berib, sen ma'o tashqi Mo'ng'uldan kirsa, sen ma'o Hindistondan kirsa, biz ma'o yoqdan o'rimiz deydigan narsa. Ammo Amerikaning maqsadiga qarasam, Amerikami hozircha bak bizniki o'zininki dadi bilan ham o'zininki yo'li bilan turida qarasak, hamda bizmi o'zimizniki jon olg'u yerimizni tepishimiz kerak qarindoshlar. Bizniki hamda chunki Amerika Xitoyni shunchalik kuchlantirdi. O'zi kuchlantirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga olib kirdi. WTO deymiz, Dunyo sud tashkilotiga olib kirdi. Buni olib kirishidanmi o'zininki planlab qo'ygan plani bor. Plansiz chiqmaydi o 250 yillik davlat. O dunyoga qo'yayotgan plansiz chiqmaydi. Uni akirib Xitoyni kuchlantirib, Xitoyga harbiy texnikalarni berdi. Zavodlarni qanday qurishni, eski mo'mixay kiydigan xemir jug'iradigan, yuzini jug'an, butun jug'an javorda xemir jug'irib yeydigan Xitoyni bugungi kunda mundaq bir Nikonning somkasini esib, sayohat qildiganni, bir narsani xovchi, bu xovchi tanlamay bir nima yeydigan Xitoyni xovchi, bu xovchi deydigan yerga kelganmi shu Amerika, shu g'arb o'zi. Endi bu yerda endi Xitoyning bundaq kuchayishi amaliyotda normalda Amerika foydasi bo'lsa bo'ladi. Hozirgi masala o'rtaning o'tirishidagi qanchalik jidalning bo'layotganda emas, foyda ziyonning bo'layotganda. Endi Amerikaningki o'zininki jiq narsalarga endi Xitoy qo'l tiqib buzg'unchilik qilishga boshladi. Uning oldida endi ashada Xitoyning bir yo'g'on bir gavdug'an Xitoyningki ashada ashta kuchli kalab turishi Amerikaga bu foyda yetib keladi. Nima uchun degan chog'da, masalan Xitoy ashta kuchlangan bo'lsa, o Xitoy kuchlanganligi atrofidagi ushaq davlatlarga tahdid bo'ladi. Koreya deymiz, Filippin deymiz, Malayziya, Tayland deymiz, Yapon deymiz. Qilganlikin bular Amerikaninkini akirdi. Amerikani olib kelib bizda qo'g'da deydi. Demak, Amerikaninki nurg'un askariy va harbiy chiqimlarni mushu davlatlar ustiga oladi. Demak, Xitoyning kuchayishimi bu yerda bu Amerika uchun ma'lum bir darajada foydali. Hamda Xitoyni hozir parchalamdi yoki kayniga mang'uz yetamdi, u texi noma'lum. Balkim kelgusidagi urush, burungi urush bugungi kunlikda Amerika bo'lishi mumkin. Ben o'zim Amerikaga bormadim, lekin bu mening fikr erkinligim, men so'zlayveraman. Bo'lsa videolarni tarjima qilib, ashulaqa beradigan g'olchilar borkan, bersa bo'ladi. Shuningga bugungi kunlikda biz Uyg'urlar diqqatimizni nega beramiz degan chog'da Yevropadan Fransiyaga beramiz. Chunki Eronninki davlat qurilishida Fransiyada qonun chiqargan davlatlardan birisi. Fransiyani cho'ng tutamiz, albatta Amerikani cho'ng tutamiz, Yaponni cho'ng tutamiz, Hindistonni cho'ng tutamiz, andan keyin Türk birlikleri davlatlarini cho'ng tutamiz. 2011-yilda O'zbekistonninki sobiq prezidenti rahmatli tugab ketgan kimdi odamning ismi? Oldingi prezidentning ismini unutib qolibdimi? Yo, og'zimni uchidildi, u Samarqandlik odamdi. Shu odamni 2009da qirg'inchilik bo'lgan chog'da yipiq shaklda jig'in ichib, bu Sharq Turkistonning masalasi hozir kundan kunga keskin bo'lib ketib bordi. Buningga biz yordam berishimiz kerak. Hozir ilojimiz yo'q. Ammo bizningki nurg'un qitim Sharq Turkistonga biz yordam bergan chog'da Sharq Turkistonniki Farg'ona degan rayondan jiq berib, bizga o'zbeklardan jiq yordam kelgan. Shuning hozirgacha Sharq o'zbeklar shu bir turk davlatlarining ichida birdan-bir bizning masalamizga xeyli bir nozik qaraydi. Ko'rinishda undaq bo'lmagan bilan ular bizga har vaqt yordam berishni xohlaydi. Masalan, Turkiya shu. Turkiya 2011-yilda bu yomon bo'lib ketdi, Xitoyning kengaymichiligi deymiz.
Amerika bilan G'arb bilan Xitoyninki u o'shmanligi qarindoshlar tarix qaraydigan bo'lsa, bu tunugunki 100 yillik, 200 yillik emas, ma tunugunki ma sodada malaning texnikasini, pulini etkatgandan yog'i bo'layotganchidan. Ammo Xitoyninki mayoqqa qaraydigan bo'lsa, Türk devletleri bilan, ya'ni shu burunqi biz O'zbek, Uyg'ur deb nim qilmasakda 2000 yilning oldida Xitoylar bilan Xitoylarning asl niyatida bu Uyg'urlar yo'q bo'lsa, Uyg'urlarni yo'q qila olsak, u vaqtlarda izib ketib qoldim. Türk devletleri bo'lgan vaqtida shu Sadichinning sepiga shu bizningki shu ajdodlarimiz ayni vaqtdagi shu Osmoniylar, Turklar, shu Ozarbayjon shu vaqtida bir ma'lum bir Türk qabili, Türk imperatorligi bo'lib yashagan vaqtida shu Sadichinning sepiga kirgizib etganlar shu Uyg'urlar deydi, Uyg'urlar emas u. Türklar, ya'ni biz, ya'ni o'xshashlar. Shuningga bu O'zbeklarmi, Qozoqlarmi hozir Xitoyning kengayib, biz Osmosiyo olib, biz yo'qolib ketsak, buningda Xitoylar g'alaba qilgan bo'ladi-ku. Undan keyin Qozoqni, O'zbekni, Turkni biz yo'q ketishi turgan masala. Ikkinchi masala bu yerdagi qarindoshlar, hozir O'rta Osiyo millat davlatlari Xitoyga bo'ying'ich qarz olib ketdi. Balki Xitoy talab qilishi mumkin, pulini bizni yo'qib bo'lgandan keyin, Amerikaning o'rniga chiqqandan keyin agar Xitoy parchalanmay davomli kuchlanib mangaversa, sen O'zbek avtonom rayon bo'lsa, xuddi biz Uyg'ur avtonom rayon bo'lsa, sen Qozoq avtonom rayon bo'lsa deb kengaymichilik qilib, bularni yo'q etish mumkin. Shuning bu yerda hozir bu Turk davlatlarininki qurilmoqchi bo'layotgan Turk, ya'ni Turan birligiga bizmi abiyan men degan shu ruh shakllanib, shu bosh chiqib, bizmi Erdo'g'anninki, Turkiyaninki, shu Turan birligininki putiga esilib, bizmi Turk, sen mening qarindishim, bizni nima qilib oldik, 3-dunyo urush boshlanayotgan chog'da Osiyoga kirib, birinchidan musulmonlik, ikkinchidan Turk degan qalpoq bilan mashinasidan qutulib chikatmasak, uningdan keyin bizniki qitim qutulishimiz sal tas. Endi u chog'da masalan Sharq Turkiston, keyin Turkiyadan tortib bir Yevropa birligi bo'lsa, Turk birligi bo'lishi mumkin. Ammo Turk birligi bo'lsak, hammamiz Turk ko'p yashagan. Keyin yana jahon o'zgarib, yana parchalanib ketsin. Sharq Turkistonda o'zimiz oldimizga xuddi Sovet SSRdan keyin davlatlar ayrim parchalangan. Birlik bo'lsa, birlik ko'p yashayveramiz, kuchimiz odamlar bo'zaq qilolmaydi. Agar parchalanib ketsak, o'z oldimizga davlat top, ya'ni shakllanib turaversak bo'laveradi. Shuningga bu yerda bu o'yliq hozir chiqarilgan shu Rayhon Asad deymiz, Javhar deymiz, shu Roshan Abbosning jundisini ichayotgan deymiz, elaqa palonchi deymiz yoshlar. Bu yerda shu tirishib ketayotgan yeri oldimizda Xitoy parchalangan vaqtida Xinjianggo deb bir davlat qurilib qolsa, chunki u yerdan Bington chiqatmaydi qarindoshlar. Jefangjon chiqishi mumkin, aldirab Jefangjon bilan Bington ayrim, chunki selayotgan o Sharq Turkistondagi bino, ko'rik, o imorat, u yerga boylik, o Bingtonning manfaati. U Bington bilan birdan-bir urush qiladiganlar, ya'ni shu Uyg'urlar. U yerga Uyg'urlarningki urushqadak undaq narsa qolmadi. Baribir teshidan yordam kerak. Bu yordam nereden keladi? Birinchidan musulmonlarchilik, ikkinchidan Turk qalpoqimiz bilan aningdan keyin yig'ilib yo O'rta Osiyodan yo Qozog'istondan bu narsa kelgusi 10 yildan 20 yilgacha bu ssenariy bo'ladi endi. Mushlar bo'ladi da'vatida taklifchilarni. Shuningga biz ashuningga bir ruh bizni boshlatmadan, ya'ni Mamtimin Tavfiq afandim yozgandek bir ruh, bir bosh, gavda, ya'ni aningdan o siyosiy o'lcham, manodagi Sharq Turkistonninki rasmiy milliy armiyasi, men oldin qaytim degandek bir kechining ichida o'zgarib, manfaat uchun chiqalagan vaqtida biz qarindoshlar bu narsadan qutulib qolamiz. Bo'lmasa, o ilaqa parlamentning oldiga 1000 yil chidir tikib, u yerda o bizni qutqaz deb yig'lasak, yana bir nima qilsak, o bizni hech kim qutqazmaydi qarindoshlar. Biz o'zimizni qutqazganimiz o'zimiz. Shuning uchun foydali o'ynay oladigan yerlarda o'ynab, albatta Yaponiyami bizga yordam berishni xohlaydi deb qarayman, chunki Yaponiyami masalan Xitoy Yaponiya hozir o'z bir davlat bo'lgan bilan o'zining egalik huquqi o'zining qo'lida emas-ku. Masalan Amerikaningki G'arbning himoyasida, boshqarishida, ya'ni kontrolligida-ku. Masalan Xitoy parchalangandan keyin bu yerda Amerikaningki Yaponiyada, Koreyada askarlarning turishining hojati qolmaydi-ku, bu yerdan chiqish kerak. Shuningga Yaponiya Xitoyning birdan-bir parchalanishini xohlaydigan davlat. Çünkü demokratiya kelmasligini xohlaydigan davlat. Chunki Xitoy demokratiya keladigan gap G'arbda bo'ladi.
undan keyin Yaponiya bilan talashayotgan Diaoyudo deymiz, Shinkakaku orol deymiz-ku. Asholar hozir mau Yaponiya bilan G'arbning qimmat qarshi bir bo'lg'achqa Diaoyudoni Yaponning deb turib tutib turadi. Agar Xitoy shappa chapan yengishlar demokratiya holatga keladigan bo'lsa, o chaqda uni tutib turolmaydi. U Xitoy uni olib ketishi mumkin. Undan keyin texmo ma Yaponning yaksib qo'ygan bo'yin turqidan texmo qutulolmaydi o chaqda. Shuningga bizga ehtiyojli davlatlar avval kim o bizning atrofimizda Hindiston, Yaponiya, Turk davlatlar. Biz bularni chaqirib tutishimiz kerak. Andan keyin bir qism siyosatchilar G'arbda lobbichilik qilib, Amerika bilan shu Fransiya ikkisiningki o'tirlig'ida chiroyli siyosat o'ynab, bizningki qonun chiqarib mustaqil bo'lishimizga o sharoitni miyaqda G'arbda bir guruh hozirlasa, bir guruh sharqda undan keyin ma'ni qilib, Abingtonning qo'lidan Sharq Turkistonni qutuldirib chiqatmasak, qarindoshlar bu bizningki ahvolimiz bek tas. Shuning uchun nima demoqchi degan chog'da bu da'vo bir Dilyar Musaboyninki yo bir Tumar Salmasninki da'vosi emas, bu hammamizning da'vosi. Bu endi bu munofiqlarni shunchalik o'ngning ichigami, so'ngning ichigami, qo'ngning ichigami tiqib yetibdiki, bu jiqliqidan voy bu ishning qurti janglang bu go'ylavaqiliq saralarga chiqsak ne kiygizni qarto'saq isha qurtlar olan birni qo'ysak oyoqlarini 5 palishdan vashil chacharab chiqqan. Buni shu darajada ashuncha ekanki, endi bu narsaga unda bir shu sahani tushundigan, tan kelinglar tan qilayli da'vatqa vaqtida shu sahani tushundigan, shu qutqizib olayli deydigan odamdan birlashib o'zinglar qarab bir siyosiy bir gavda chiqmasa, bizning ishimiz bizga tasarruf qarindoshlar. Shuningga meniki bugungi bu temadan o'shiqroq so'zlab qo'ydim. So'zlamasak bo'lmaydi, chunki bir odam chiqib gapirib turish kerak. Bu gapimasa men deganlik abayatlik ruh o'chib qoladi-ku. Bu insonlar hozir ikki turlik bir insonlar bor bu yerda. Bir nechasi shu vatanga berayotgan, yana bir nechasi da'voga aralashmayotgan, yana bir nechasi o'yin ko'radigan, yana bir nechasi da'vo qilganda ko'p Xitoyga setilgan bu rangarang bo'lib ketdi-ku. Ondan keyin bu boshninki bo'lishninki yana bir boshninki endi bizga bo'lishninki bir to'g'ri bo'lgan boshninki nima uchun shunday biz ish qilolmayapmiz degan chog'da men sizlarga bir amaliy bo'lgan bir kichikina bir misoldan birini so'zlab beray. Agar qarindoshlar bugungi kunlikda Facebook qaraydigan bo'lsak, lager shahidlarimizdan Zumrat Davudga aytamiz, kunda vatanda bo'lgan erkak qirg'inchilik tayyor narsalarni chiqarib turdi. Chiqarib turdi. Anaki vatanga bag'alarni kim chiqarib turdi. Uningdagi Aslan Hidoyat Amerikadagi shu ishni shunday yaxshi qilgan bolalarning birisi to'xtamay so'zlayotdi. Uniki men Gollandiyada Abdurim degan qarindoshimiz. Bu bolama uni ochib ketib ekronga so'zlayotdi, buni ochib. Bular bo'lmayotdi. Nima uchun bo'lmaydi qarindoshlar? Bosh yo'q, boshlaydigan to'g'ri ishni qiladigan bosh yo'q. Agar bu ishni to'g'ri qilgan bosh bo'lsa, bu bek oson. Burunqi tashkilot boshliqlarining xotinlarining bag'ar rasmlarini o'sha topimiz desak, u har davlatlari odamlarda bor. Burunqi tashkilot boshliqlarininki, hozirliklarninki, namoyishga chiqqan, panoh qilgan hammasining rasmlarini tas tayyorlaymiz. Barimiz ko'chmanlar idorasining oldida muxbirlar bilan, chunki bir kuchli bir siyosiy gavda shakllangandan keyin har qaysi davlatlarninki 10 qanotninki 10 medialar bilan gaplashamiz. Bizning mana bo'lyapti. Manimga yasa ega chiqsa, yomsa mana qilsam bizning kuchli tushimiz uchun sen man to'sab bersa deydigan bir narsa bo'lish kerak. Uni bir Arslan Hidoyat Facebook so'zlab uni bir ish endi abayt men deganlikdek shu balaning shu qilayotgan ishimi insonlarning ro'yini uyg'otyapti. Odamlar lekin nima qilishni bilmayapti. Ajab bo'lib ketpardi deb masalan nurg'un insonlarning Turkiyada deymiz, mening deymiz, boshqalarning deymiz, u kelanmaydi, ham borolmaymiz, ham u davlat qurilmaguncha u yerga qarindoshlarimiz qutqizolmaymiz ekan, inoq bo'lib ketdi. Ammo boshqalarningki berib kelyapti, unda olganki boshqalarning ro'yi tabiiy bu ishni o'lidi. Lekin hamda bolalarningki, Arslan Hidoyatningki, Zumrat adashninki, Zumrat Davudadashninki, Abdug'ani qarindishimizningki chiqarayotgan narsa bu insonlarning ro'yini biza uyg'otib turdi. Bu narsaning bo'lib turgani yaxshi, lekin bu ishni
to'g'ri yo'lga tushirib bu ishni hal qilishninki eng to'g'ri usuli bir bosh chiqish kerak, bir siyosiy gavda chiqish kerak. U chiqmay turib bu narsa hal olmaydi. Ajanda bir siyosiy gavda, ajanda bir to'plam chiqqan vaqtida her bir yerde çık emas. Men yoki Miyat yoshlar qurultayini tashkilotidan yoki Abdushkur Saqafandiniki bir 5 ta qarindishimiz ko'chmalay darsin oldiki baranchiroq qolsa birdamchi saqchi keldi, birdamchi TV'ni akilimiz uni deyish olamiz. Saqchi keldi nim bo'ldi, men anangni mago'ylab panolik tilaganti, mendan namoyish chiqqat, men sen to'samsa ya qanday qilamiz. Her bir davlatda bir dil bo'lsa, bu bir davlatning siyosiy nimasida bir televiziya kanalida bir keladigan bo'lsa, o davlatlar, o parlamentlar onunki o pasport uzatilgan chog'da bermaydigan yoki bo'lmasa uni chaqirtib gaplashadigan bir ahvolni qilamiz. Albatta Shvetsiyada ikki cho'ng kozir va men o'ynay oladigan buningki ismlarini demayman, u odamlarniki asli bamaslik tegishli odamlardi. Bodi asli burun birdi, hozir ikki bo'ldi. Uni o'zim keyin mana bir muxbir bilan Shvetsiyaniki gaplashyapman. Uni ayrim bir ayrim bir program qilaylik dedim. Men shuni qilaman, o'z oldimga qilaverman. Lekin eng yaxshisi shu mushu qarindoshlarimiz tirishib kunda shu bag'allarni chiqarib ingliz so'zlab uni buni qotib bularning bir dardini anglaydigan bir yer yo'q. Oldi bilan shu dardimizni anglash uchun biz ashaga mushu nim bo'layotganini, mushu narsani to'xtatish uchun biz bir bosh bo'lish kerak. To'g'ri bo'lgan bosh insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, birisiga energiya setilmaydigan, birisiga Tayvanchiga Avrupalik biqinimda tutib qo'yish, ijarab ketmaydigan, bir rasmda qash etib qo'yish, ishlarni sevatmaydigan, to'g'ri yo'lda mangadigan, pulga ketmaydigan bir to'g'ri bo'lgan bir bosh chiqsa, bu ishlarni hal qilgan bo'ldi. Shu qarindoshlarimiz shuncha kuchab qilyotdi, ularninki qilayotgan bir ruhni bir qo'chib turish, uyg'otib turish, to'xtab turadi deb. Lekin to'g'ri bo'lgan bir bosh, ya'ni bizga yetakchilik qilgan bir guruh chiqmaguncha qarindoshlar bizning bu ishimizning hal bo'lmoqi maktas. Bundan keyin gapni rost degan chog'da hamda ilohiy nuqtadan hamda Allohga qo'yib qo'ymasak, Allohmi bizga hamda ish chaqirtib bir biz kelayotgan vaqtida biz anaqa qo'yib qo'ymasak, u bizniki hamda ishimiz qiynatas qarindoshlar. Chiqqanmi dedi Dilyar qo'y 2028gacha debdi. Men hamda o'ylayman 2027gacha biz o tayyor bo'lib, shu guruh chiqib, hem Suriyaliklarning lobbichiligini qilib, ularni yo'tkaydiganini darhol ishlarni oshirib, hem ularning amonligini qiladigan, hem ularning kirini bir 200 dak odamni boshqa yo'tlarga yo'tkab nima qiladigan, anondagi ma'vo siyosatni kuchaydigan, Fransiyani qo'lga oladigan, Amerika bilan o'tirib turib rasmiy kelishim turib, sen nima deyapsan, mening maqsadim nima, sening maqsading nima deb udul-mudul bir aqlliq bir 8-9 odam bir yerga yig'ilib turib buni o'ynab qilmasa qarindoshlar, bu hozir biz bo'rlarni orasiga kirib qoldik. U Xitoy ayadi, undan qutulganda men baribir bo'rlar va bu bo'rlardan qutulib turib o'zimizga bir eglik huquqimizni o'zimiz tutib turgan bir mustaqil davlatni qurmasak ahvolimiz tez qarindoshlar. Shuning uchun bugun so'zlaydigan temam shu mishinchilik. Undan keyin Belingiraylar o'zichilik yezib ketdi. Unda o narsa qarab men kulib ketdim. Aroq ichidi, unday qiladi, bunday qiladi, u bu qiladi. Bu aroq deganmi shu qaramanda Yevropada bir qimmat pul kelib kunda ichmaymiz uni. Unda bir navbat kelib qolsa, yo qilib qo'ymiz, yo qaqmaymiz. Qara, unda aniq chuparamda eng tuvan saviyadagi mening obrazimni xunuklaştirmay yagim. Men qo'yishsam bo'pti, men aroq ichitmas, sening sen qo'llayotgan Yahudning kuchukları, İnilining kuchukları, böyle bizning ota-onamizga, sing'illarimizga haqorat qilsa, ro'shanni bir yig'iz og'zingga tillalamsa, tillamasa. Chunki xo'jang shu seniki. Shu xo'jangni urayotgan kuning o ma'nosini unutma qara. Sening mening ichayotganimni sen aroq desang, sening ichayotganing Uyg'ur xalqininki Sharqiy Turkistondagi erkiy qirg'inchilik uchrayotgan mazlum xalqninki bosqinchilik uchrayotganlarni qiynamasan deb qo'y. Ikkimizning osmon zimin farqi bor. Sening tutayotgan yo'ling Xitoyning boshqa oilang o'ch to'zib ketishdi. Birsiningki uyingdan qizing chiqdi. O'tamaydi, gapingni anglamaydi. Ablat Nuriya sen bilsa o'zingning oilasini mishlarni bo'lib, narang og'rib, narang qizingning kasalib og'riqchan bo'lib, Aytullohning shu yana bir son Nuriya ijtimoiy qabr o'zing sarang bo'lsa, qizli bir parcha to'zib ketishdi. Biz sen
Özümüzden yancıgıdan çıkarıp, sen onu özançılık meni obrazını iliştirip, bizge sen kança işte depregensin, bizni kötürpegen bolsa, uni asringga bir yerden qo'rqib ketib kirib ketadigan ish bo'lgan bo'lsa, beshidan kirib ketib chiqmaydi. Biz unda o Baxtiyor Nasirning tildiganlarini biz o'zimiz chaplab qo'ydik ya, shu Facebook'a o'zining tildiganlari bilan mana xalqchining Abdi Bashir singni ko'rsindi. Bizni onda chiqarib qo'ymagan, biz o'zimiz chiqqan. O bizning kichik apimizning bolasi bilan, inimizning bolasi bilan o'zimizning bolasini o'sha u Xitoyda pasport ishlatmakning tasdiqida o kimning odami ekanligini, kimga ishlayotganini, Uyg'urlarning o mustaqillik qalpiqini kelib uchurlarni nega o'tkazayotganini, o hamma narsaningki to'shqondan, beshqondan chiqolmasdan qilib qo'ydik. Chiqma desang, ana chiqsang bo'ladi har qanday vaqtida. Shuningga u men bugun ruh to'g'riliq so'zladim, shu maxsus sangma qarab so'zlab qo'ydim. U sen bizni u yerlardan 24 soat ichib bitib tilla biz taqib beraylik Facebook'ning mening kerak bunda mashhur emasligini hozir hech kimni ko'rmayli qarsam 5-6 tal odamdan oshmaydi-ku, 5-6 tal odamning hammasi nomsiz ekanki. Meningki herhalde olmasın bir kimligi bor, men o'zim taqib bermay yerdan bu. Bunga qarindoshlar, undaq biz chiqib qolsak, bizni tillarmi yoki bizga haqorat qilarmi? Bu haq uchun hozir shunchalik turmush qiyinchilik bo'lib ketayotgan vaqtida hozir haqqa undan narsa yetmaydi. Hech kimning hech kim qilgan, hech kim qilgan. Dunyo Uyg'ur qultiki munofiqlarning tetigan bilan, chunki ular xalqning ichiga zarab o'tkazayotgan yeri bor. Shuni ularni biz tillab bersak, qo'shilib, to'g'ri deydi, rost deydi mushbolar. Naq dal joyini topdi deydi. Ammo sen o biznikini qilsang, u o'zingninki sharmandachiligingni, o'zingninki qanchalik o'zingninki past odam ekanligingni mana menda hozir ham odam bildi endi bilib halicha qadamlarni gapildi. O'zing to'liq qara ko'rt ichib, o'zing tillab, bizniki bir xalqni rayim deb qo'yamdi. Undan shifas o'yinlarni o'ynab, uni bizga atib, o'qimasang bu qara tapalaytding ku, saqchiq bara olayman. To'shib beshigingdan tutib chiqaman, tishlab olsam qo'yib bermayman deb pakni ochdan endi qilib, saqchilarga berib, ma Facebook nadechilibdi. Kimga, Shvetsiyadamiki, yo Amerikadamiki, Turkiyadamiki, yo Ojishdamiki deb anandayken tökmet narsani yazsang bo'ldi. Chunki sening bilan o bir yerda mayatchilikda petig'ilib o'ynaydigan hech kimning holi yo'q. Hammadan o'zining ishi bilan. Shuningga undaq bir odamni bir aroq ichsa, yana bir nima qilsa, yana bir nima qilsa deb hech nima qilolmaysan, sen meningki axloqimga sen javob beramaysan. Tushundingmi? Men yerda bir qo'sh-to'shib gapirmay, meningki yoki meni oilamnikiga sen javob berolmaysan. Uninkiga o'lja xalqi javob beradi. Tushunding? Bu qara kontingni yana bir nima yezib, yana bir nima yezib qilganingga yana hech nima bo'lmaydi. Sana yana og'zimni buzib, men o'zimniki saviyarimni tushirib, qiladigan yerdan o'tib ketdim degan sen o'zingga mos keladigan, ajinda petig'ilni, ajinda g'olamdadangnikini, sog'liq balangnikini taqitib, asta bir narsalarni kun o'tkazandi. Qanday bo'lsin, balangni o'qish badalini to'lab berayotgan bo'lgandan keyin shu unda odam shu eronni tashlab, yolg'iz turmushga qiyinchiliklarga aldirab chiqib olmaysa, Xitoyni aldirab sana pulni oxirigacha beravermaydi. Tashlaydi ishiltib tashildi, shu o'zing yetim qolding. Yiningga beshida chiqqan chog'da Uyg'urlarning psixikasining ojizligidan foydalanib bir erkak bir latidan bir erkakdan biz chiqib gang yaqinlashgan millatning psixikasiga chiqib karaldab qolgan vaqtında o'ngi miningda, so'ngi miningda, hozir qo'ng mining deb o'zingniki. O'zing bilan o'zing yolg'iz shu mustaqning arsida yursa, stress depressiya kunda tilohanat anglab, buningdan ya chiroyingga bir Uyg'ur qarasa, u yoqdan bu yoqqa o'tsa. Bu ishninki shu buziversang, shundoq askilikni qilaversang, endi oyoqdagi inalaringdan tortib, opalaringdan tortib to'zib, hech narsani qolmadi degani, endi bu askilikni qilaversang, sana şu Xudoyim bütün qilgan askilikingni bankada saqlagandek saqlab, o'sim bilan shu bolalaringga qaytarib berdi. Uni ya shu dunyoda ko'rsa, ya bo'lmasa bolalaring ko'radi. Shu o'zingninki tarixning qanday yerda kimlar bilan danschiliklar til biriktirib kecha-kechimi qitug'urlik qilib, yolg'on yozmalarni yozib, haqqa yolg'on to'kmatlarni qilib, ulug'larning bolalarini qarlab, qilmagan şu Yahudning ikki tutal sesiq puli uchun qilmagan ishini qilmagan. Qani o juda ajab besiqib ketdi ya. Shu vaqtda gurrli ko'tarildi shu minbarni buzitish uchun
Bir yerden gürülü çıktı, bu giderler çıktı. Azı şıp yok. Ya kaladım ben timin alanım işte mesela kesip çaplap, 12'ni çaplap, aşkım bana jikermedik dersen. Seviye yok. Kap kar kosak. Sarağını bir şey anmaydı işqa. O bir normal adam bilen mi paranlaşanmaydı sağlık diye delte. O neş çekip, aktamak çekip, birlikte o ötenmeydi. Onu şu maaşlı kıp koyduk. Ya mesela bu acımdadımız urperi vatkan pulunu kanunluk kiliş menbez kıp koyduk de. O mene pulu juvatı demeyim. Pul boğaz şumamdım ben de kalender tutsam ben. Şu. Bugünkü sözlügen temalar şu. Muşinçiler kıyırımdaşlar. Onda olsa Kudayım bu amanet namazlı içerek.